Bismillah, alhamdulillahi robbil alamin. Bu kelgan joyinglar miskinlarni qornini to'g'izadigan joy. Ahamiyat bersanglar oxirgi puliga, hattoki umra qilishga kelgan. Chunki hozirgi paytda Ramazon oyida qilingan umra amali kimki umra qilsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga qilingan haj savobini oladi inshaalloh. Siz betga kelib birgina agarda xurmoni Allohning yo'lida bersangiz, bu inshaalloh 100.000 darajaga ko'paytiriladi. Bu ehsonni katta kichigi bo'lmaydi. Birgina xurmo berib, siz jannatga inshaalloh o'zingizga bilet sotib olishingiz mumkin. Chunki sizning qo'yningizdagi, dilingizdagi narsani Alloh juda ham yaxshi biladi. Qo'lingizdan kelgancha har doim berguvchi qo'l bo'ling, oluvchi emas. Alloh berguvchi qo'llarni yaxshi ko'radi. Bu dunyo sen aziz, berguvchi qo'l. Allohim shunaqa berguvchi qo'l qilib, sho'rtada umra amallarini qilib, shunaqa miskinlarni qornini to'ldiruvchi qo'ygani uchun Allohimga hamd bo'lsin. Yer yuzida 99%dan bor yo'g'i, 100% odamdan bor yo'g'i bilasizmi? 3% boy yashaydi. O'shalarni orasida siz to'yvoqdan olasiz, ehson qila olasiz. Allohim o'shalarni qatorida qo'ygani uchun hamdlar bo'lsin. Biz ehson qilguvchilardanmiz. Inshaalloh ehson qilamiz. Ham bu narsani ro'yobga chiqarib, sunnatni uyg'otib, ehsonni qana qilishni ko'rsatib qo'yamiz. Makkada faqatgina tavof emas, faqatgina namoz emas, sunnatni ham uyg'otishimiz kerak. Ya'ni miskinlarni qornini to'g'izishimiz kerak. Zero Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning do'stlari, birodarlari kim? Miskinlar, devonalar. Allohim rozi bo'lsin, inshaalloh hozir tarqatamiz hammamiz birga. Kimda ehsonli bo'lsa bersin, borib olamiz. Sizlar chetroqda turib turinglar. Menga erkaklar kerak. Sizlar berasizlar, berib olamiz.